qoidaga rioya qilish, o'zingizni palasaga ketishlik bu harblik, chumoqlik belgisi emas. Streshli palasaga chiqib ketishlik krutolik belgisi emas, la'natlilik belgisi. Mana hozir mendan chiqasizlar, bir qator turadi mashinalar streshini ochib qo'yib. Bitta ahmoq shunday chiqadi, to'g'ri yuradi. O'sha mashinada o'tirgan 4 ta odam ham o'sha ahmoq. Hozir aytdi domla. Hech kim yo'q bo'lsa ham o'zingni palasangda tur. Odam o'lmayaptimi? Samolyotga kech qolmayapsanmi? Tug'ayotgan xotin yo'qmi mashinangda? Shoshib borib do'konda ochib ish topaman deyapsanmi? Shuni qachon tushunasizlar? Mana piyola. O'sha bitta nojo'ya ish qildingiz, birovni qo'rqitdingiz, bir tomchi tushdi. Yana bittasini bir chiylatib cho'chitdingiz, 2 tomchi tushdi. Birovni ustiga yurdingiz, qo'rqib ketdi, 2 tomchi, 5 tomchi tushdi. Endi bitta odam Allohga yetib qolgan vali odam, o'zi ham bilmaydi. Alloh yaxshi ko'ring, Allohning valilaridan. Haliginga popasa qildingiz, qo'rqitdingiz, endi bir qoshiq tushdi. Mana piyola to'lgandachi bitta sliv bo'ladi. Bitta to'kiladi. Ko'payib ketganda bitta chuqurga tushib ketasiz. Boradi borib mashinasini urasiz.